Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 yildan boshlab pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va hujjatlar bilan bog'liq masalalarda e'tibor berish kerak bo'lgan juda muhim o'zgarishlar haqida tushunarli qilib gapirib beraman. Bu mavzu faqat pensiyaga chiqqan insonlarga emas, ota-onasi pensiyada bo'lgan farzandlarga, nogironligi bor fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, kam ta'minlangan xonadonlarga, umuman olganda har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot bazasida noto'g'ri tursa yoki ariza vaqtida berilmasa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgaradi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Qayerga murojaat qilish lozim? Qanday xatolardan saqlanish zarur? Hammasini ketma-ket tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa juda ko'p odamlar sarson bo'lishdan saqlanadi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensiya yoki ijtimoiy nafaqa masalasida faqat bitta narsani bilardi. Yoshim yetdi, hujjat topshiraman, keyin pensiya tayinlanadi yoki pensiyam kelib turibdi. Demak, boshqa hech narsa qilishim shart emas deb o'ylardi. Lekin amalda masala bundan ancha keng. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Ish staji, rasmiy ishlagan davrlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, harbiy xizmat, dekret ta'tili, parvarish davrlari, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, bank kartasi, yashash manzili, hatto fuqaroning ma'lumotlari davlat bazalarida qanday aks etgani ham muhim. Endi 1 yildan boshlab ko'proq e'tibor aynan ma'lumotlarning to'g'riligiga, hujjatlarning elektron bazalarda mos kelishiga, to'lovlarni olish usuliga va fuqarolarning o'z vaqtida murojaat qilishiga qaratiladi. Men bu yerda sizni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, tayyor bo'lsangiz hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin tayyor bo'lmasangiz oddiy xato ham katta noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi bir korxona nomi arxida boshqacha yozilgan. Yoki 1990 yillarda ishlagan davr uchun maosh ma'lumotnomasi topilmaydi. Yoki bank kartasi muddati tugagan, lekin odam buni bilmaydi. Yoki pensiya oluvchi kishi boshqa manzilga ko'chgan, ammo tegishli tashkilotga xabar bermagan. Ana shunday holatlarda to'lov kechikishi, qayta tekshiruv cho'zilishi yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Men eng avvalo kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aniq aytib o'taman. Birinchi toifa. Yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar. Agar sizning yoshingiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Ko'pchilik aynan shu xatoni qiladi. Yoshim to'lsin, keyin boraman deydi. Lekin pensiya tayinlash uchun ba'zan mehnat staji tekshiriladi, arxivdan ma'lumot so'raladi, eski ish joylari bo'yicha tasdiq kerak bo'ladi. Bu ishlar bir kunda bitmasligi mumkin. Masalan, bir ayol 55 yoshga to'lishidan keyin hujjat topshiradi. U 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 6 yil ishlagan korxonasi yopilib ketgani, hujjatlari arxivga topshirilgani aniqlanadi. Arxivdan javob kelguncha vaqt ketadi. Agar u bu ishni oldindan boshlaganida pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil bo'lardi. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya yoshiga 6 oy yoki kamida 3 oy qolganda hujjatlarni ko'zdan kechirish kerak. Ikkinchi toifa, pensiya olib turgan, lekin bank kartasi, pasport ma'lumoti, yashash joyi yoki telefon raqami o'zgargan fuqarolar. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda ko'p muammo shundan chiqadi. Kartangiz muddati tugasa, pensiya tushmay qolishi mumkin. Pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, ma'lumotlar mos kelmasligi mumkin. Yashash joyini o'zgartirib, ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, xabarnoma yoki tekshiruv sizga yetib bormasligi mumkin. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa nogironlik guruhi. Qayta ko'rik muddati juda muhim. Ba'zi odamlar men oldin olardim, endi ham avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Lekin agar qayta ko'rik muddati tugagan bo'lsa, tegishli tibbiy hujjatlar yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Demak, muddati tugashini kutmasdan oldindan poliklinika yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalalarini tekshirish kerak. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qiyotganligi, kunduzgi ta'limda ekanligi, nikoh holati kabi ma'lumotlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 15 yoshga to'lgan bola kunduzgi ta'limda o'qisa,
Ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar bu ma'lumot vaqtida berilmasa, oila nega pul tushmadi deb hayron qoladi. Aslida esa tizim qo'shimcha tasdiq kutayotgan bo'lishi mumkin. 5-toifa norasmiy ishlagan yoki ish stajida bo'shliqlar bor fuqarolar. Hozir ko'pchilik odam men ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisoblashda hamma biladi degan gap yetarli emas. Rasmiy hujjat. Mehnat daftarchasi arxiv ma'lumoti, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar odam 10 yil do'konda, ustaxonada, dehqonchilikda yoki qurilishda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Bu juda og'riqli masala, lekin haqiqat shunday. Pensiya huquqi hujjat bilan isbotlanadi. Endi oddiy raqamli misol ko'ramiz. Faraz qilaylik 2 kishi bor. Birinchi kishi 30 yil rasmiy ishlagan. Uning ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq. Ikkinchi kishi ham 30 yil mehnat qilgan, lekin 12 yil norasmiy bo'lgan. Faqat 12 yil hujjatda bor. Amalda ikkalasi ham mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida birinchi odamning holati kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun yoshlarga ham, pensiya yoshiga yaqinlarga ham aytaman. Rasmiy ish staji bu kelajakdagi pensiyangizning poydevori. Yana bir misol. Otaxon 1935 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Zavod keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira sana noto'g'ri ko'rinadi. Pensiya tayinlash vaqtida mutaxassis qo'shimcha tasdiq so'raydi. Otaxon buni menga ishonishmayapti deb qabul qiladi. Aslida bu shaxsiy munosabat emas, hujjat talabi. Agar hujjat aniq bo'lmasa, mutaxassis keyinchalik javobgar bo'lib qolmasligi uchun arxivdan tasdiq olish kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya olib turibsiz, hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz ishlayapti, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan, yashash manzilingiz to'g'ri. Hech qanday qayta ko'rik yoki qo'shimcha ma'lumotnoma muddati kelmagan bo'lsa, odatda keskin xavotirga o'rin yo'q, lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'p muammo odam kutmagan joydan chiqadi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi muhim nuqta: har bir pensiya turi bir xil tartibda ko'rib chiqilmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlangan oilalarga yordam, bola puli yoki boshqa to'lovlarning shartlari farq qiladi. Bir qo'shningizga tegishli bo'lgan qoida sizga mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun falonchi shunday qilib oldi, men ham shunday qilaman degan yondashuv xavfli. Ikkinchi nozik jihat, elektron bazadagi ma'lumot bilan qo'ldagi hujjat mos kelmasligi. Masalan, ID kartada ism, familiya bir xil yozilgan, eski mehnat daftarchasida esa bitta harf boshqacha. Yoki tug'ilgan sana eski hujjatda boshqa formatda yozilgan. Bu mayda narsa bo'lib tuyuladi. Lekin tizim uchun bu ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Ayniqsa familiya o'zgargan ayollar, nikohdan keyin hujjat almashganlar, eski pasportdan ID kartaga o'tganlar buni albatta tekshirishi kerak. Uchinchi masala: vakil orqali ish yuritish. Ko'p pensionerlar yoshi katta bo'lgani yoki sog'lig'i sababli idoralarga bora olmaydi. Bunday vaziyatda farzandi yoki yaqin qarindoshi yordam beradi, lekin hamma ishni og'zaki bajarib bo'lmaydi. Ba'zi hollarda ishonchnoma kerak bo'ladi. Bankdan pul olish, hujjat topshirish, ariza berish, ma'lumot olish kabi ishlar uchun vakolat aniq bo'lishi lozim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki unda kerakli vakolat yozilmagan bo'lsa, idora hujjatni qabul qilmasligi mumkin. 4-masala: ortiqcha to'lov va qaytarish majburiyati. Bu juda muhim. Ba'zan odam ma'lum bir to'lovni olib yuradi, keyin sharoiti o'zgaradi, lekin xabar bermaydi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan farzand o'qishni tashlab qo'yadi. Lekin tizimga bu ma'lumot vaqtida tushmaydi yoki nogironlik guruhi qayta ko'rikda o'zgaradi. Agar fuqaro tegishli o'zgarishni yashirsa yoki vaqtida xabar bermasa, keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun tushib turibdi olayveraman degan fikr noto'g'ri. 5-masala: pensiya miqdorini qayta hisoblash. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ayrim holatlarda yangi ish staji yoki ma'lumotlar asosida qayta hisoblash masalasi tug'ilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladi yoki bo'lmaydi. Deyishdan oldin o'z holatingizni aniq tekshirishingiz kerak. Men maslahat beraman. Agar pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, oyliklaringizdan tegishli to'lovlar ushlangan bo'lsa,
va bu davr pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylasangiz. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qayta hisoblash imkoniyatini so'rang. 6-masala arxiv hujjatlari. Ko'pchilik eski ish joyi yopilgan bo'lsa, endi bo'ldi, isbotlab bo'lmaydi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Korxona yopilganda hujjatlar davlat arxiviga, tarmoq arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin arxiv ma'lumotini olish uchun aniq yillar, korxona nomi, lavozim, ishga kirgan va chiqqan sanalar kerak bo'ladi. Taxminan 1980 yillarda ishlaganman desangiz, qidiruv cho'ziladi. Aniqroq ma'lumot bersangiz, ish tezlashadi. 7-masala bank va pochta orqali to'lov. Ba'zi hududlarda odamlar pensiyani bank kartasi orqali oladi. Ba'zilar pochta orqali. Har bir usulning o'z tartibi bor. Agar bank kartangiz yo'qolsa, bloklansa, muddati tugasa yoki boshqa bankka o'tmoqchi bo'lsangiz, buni vaqtida rasmiylashtirish kerak. Pochta orqali olayotganlar esa yashash manzilini o'zgartirsa, darhol xabar berish kerak. Aks holda to'lov eski manzil bo'yicha yurishi, keyin izlashga to'g'ri kelishi mumkin. 8-masala, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. iyuldan o'zgarishlar bo'ladi degan gaplar tarqalganda ayrim firibgarlar bundan foydalanadi. Pensiyangizni oshirib beraman, hujjatingizni tezlashtiraman, bazaga kiritib qo'yaman, oldindan pul bering degan takliflar bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Rasmiy masalani faqat rasmiy idora orqali hal qiling. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodni, pasport nusxangizni, plastik karta parolini bermang. Agar kimdir telefon qilib o'zini davlat idorasi xodimi deb tanishtirsa ham shaxsiy kodlarni aytmang. Rasmiy xodim hech qachon SMS kod so'ramaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy ro'yxat shaklida tushuntiraman, lekin har bir bandni hayotingizga tatbiq qiling. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank rekvizitlari, arxiv ma'lumotlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarni oxirgi kuni izlash eng katta xatodir. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvda sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi, muhr bor yo'qligiga qarang. Xira, tushunarsiz, noto'g'ri yozilgan joylar bo'lsa, oldindan aniqlashtiring. Agar korxona hali ham mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arizangizda men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Hisob faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bularni ko'rib chiqing. Agar pensioner ota-onangiz kartadan foydalanishda qiynalsa, ularga yordam bering, lekin karta paroli va SMS kodlarini boshqalarga bermaslikni tushuntiring. Farzand yordam berishi mumkin, lekin xavfsizlik ham juda muhim. 4-qadam. Yashash manzilingiz va aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat masalasini rasmiylashtiring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, tegishli idoralarda yangilang. Ko'p xabarnomalar telefon orqali yoki elektron shaklda kelishi mumkin. Eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, muhim xabarni o'tkazib yuborasiz. 5-qadam. Agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, muddatlarni tekshiring. Qayta tibbiy ko'rik qachon? O'qish joyidan ma'lumotnoma qachon kerak? Farzandning yoshi qachon to'ladi? Bularni kalendarga yozib qo'ying. Bir oy oldin tayyorgarlik ko'rsangiz, shoshilmaysiz. Oxirgi haftada yursangiz, navbat, hujjat, ma'lumotnoma sabab vaqt yetmay qolishi mumkin. 6-qadam, rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Mahalladagi mas'ullarga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Savolingizni aniq bering. Masalan, mening pensiyam oshadimi deb umumiy so'ramang. Men falon yilda pensiyaga chiqqanman. Pensiyadan keyin 30 yil rasmiy ishlaganman. Qayta hisoblash huquqim bormi deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 7-qadam. Ariza yozganda dalil bilan yozing. Oddiy ko'rib bering deyish o'rniga
Mening 1992 yildan 1998 yilgacha bo'lgan ish stajim pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni arxiv ma'lumoti asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga nusxalarni ilova qiling. Ariza topshirganingizda qabul qilingan sanani, kirim raqamini yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, darhol og'zaki bahslashib ketmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma qo'llangan? Nima uchun rad etilgan? Shundan keyin kamchilikni to'ldirish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan ish yuriting. 9-qadam oilada pensioner bo'lsa, farzandlar befarq bo'lmasin. Ko'p otaxon onaxonlar idoraga borishdan tortinadi, tushunmay qoladi yoki navbatda qiynaladi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi? To'lov tushyaptimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Telefoniga qanday xabar kelgan? Shularni tekshirib bersa, katta muammolarning oldi olinadi. Bu faqat pul masalasi emas, bu ota-onaga hurmat va g'amxo'rlik masalasi. 10-qadam. Hech qachon hujjatning asl nusxasini begona odamga berib yubormang. Agar nusxa kerak bo'lsa, nusxa topshiring. Asl hujjatni ko'rsatish zarur bo'lsa, ko'rsating, lekin qaytarib oling. Hujjatlaringizni rasmga olib telefonda ham saqlab qo'yishingiz mumkin. Lekin telefoningiz parol bilan himoyalangan bo'lsin. Chunki pasport, karta va shaxsiy ma'lumotlar noto'g'ri qo'lga tushsa, firibgarlik xavfi oshadi. Keling, yana bir real vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bir pensioner onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Karta muddati iyul oyida tugaydi. Onaxon buni sezmaydi, chunki karta yuzidagi sanaga e'tibor bermagan. Pensiya kuni keladi. Pul tushmaydi yoki yechib bo'lmaydi. Onaxon bankka boradi, navbat kutadi. Yangi karta chiqarish uchun yana vaqt ketadi. Agar farzandi bir oy oldin kartani tekshirganida, yangi kartani oldindan tayyorlab qo'yish mumkin edi. Bu yerda muammo qonunda emas, tayyorgarlik yo'qligida. Yana bir vaziyat. Otaxon pensiyaga chiqmoqchi, 1960 yillarda ishlagan korxonasi bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. U baribir topilmaydi deb qo'l siltaydi. Natijada pensiyasi kamroq hisoblanishi mumkin. Lekin agar u arxivga murojaat qilsa, eski buyruqlar, ish haqi qaydnomalari yoki shaxsiy kartochkalar topilishi ehtimoli bor. Ba'zan bitta arxiv ma'lumoti pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qachon hujjat qidirishdan erta voz kechmang. Yana bir muhim nuqta. Ijtimoiy yordamlar ko'pincha oilaning daromadi, tarkibi va mulkiy holatiga bog'liq bo'ladi. Agar oilada yangi ishga kirgan odam bo'lsa, kimdir doimiy daromad ola boshlasa, yashash sharoiti o'zgarsa, bu ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu degani har bir o'zgarish yomon oqibatga olib keladi degani emas. Lekin ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik ortiqcha to'lov, tekshiruv yoki qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1000 hamma narsani yo'qotib qo'yarkan, pensiyalar to'xtarkan, hujjat topshirmaganlar pul olmas ekan kabi vahimli gaplarga ishonmang. Har qanday o'zgarishda asosiy maqsad tartibni aniqlashtirish, ma'lumotlarni to'g'rilash, to'lovlarni manzilli qilish bo'ladi. Lekin tartib kuchaysa, hujjati chalkash odam ko'proq yuradi. Demak, vahima emas, tayyorgarlik kerak. Agar siz hozir pensiya olib turgan bo'lsangiz, bugunoq 3 narsani tekshiring. Kartangiz muddati, shaxsiy hujjatingizdagi ma'lumotlar va to'lov bilan bog'liq oxirgi xabarlar. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Arxiv kerak bo'ladigan joylarni belgilang. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangiz bilan birga o'tirib, hujjat papkasini tartibga keltiring. Bular oddiy ishlar, lekin natijasi juda katta. Azizlar, 1 yildan keyingi har qanday o'zgarishga tayyor bo'lishning eng yaxshi yo'li vahimaga tushish emas, hujjatlarni tartibga solishdir. Pensiya va ijtimoiy to'lovlarda eng muhim narsa ma'lumotlar to'g'ri bo'lsin. Hujjatlar to'liq bo'lsin, muddatlar o'tkazib yuborilmasin, murojaatlar yozma va rasmiy bo'lsin. Shunda siz o'zingizga tegishli huquqni ancha oson himoya qilasiz. Bugun men sizga kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini, qaysi xatolar to'lov kechikishiga olib kelishini, firibgarlardan qanday saqlanishni va amalda qanday qadam tashlashni batafsil tushuntirdim. Endi sizdan iltimos, bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi yoshi katta insonlarga yuboring.
balki aynan shu ma'lumot kimningdir pensiyasi vaqtida tushishiga, kimningdir hujjati to'g'ri rasmiylashishiga yordam berar. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya yoki nafaqa bo'yicha eng ko'p uchraydigan muammo nima? Hujjat, bank kartasi, arxiv, qayta hisoblash yoki boshqa masalami? Fikringizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Chunki bunday muhim yangiliklarni vaqtida bilgan odam o'z haqqini vaqtida himoya qila oladi.